Bugun men ko'chmas mulk egasi bo'lgan har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yilda uy, kvartira, yer uchastkasi, noturar joy, do'kon, ofis yoki dala hovli egalari uchun qoidalar qanday o'zgaradi? Nimalarga tayyor turish kerak va qaysi xatolar juda qimmatga tushishi mumkin? Bu ma'lumot faqat uy sotayotgan yoki uy olayotgan odamlarga emas, balki mulkini ijaraga berayotgan, meros qilib olgan, qurilish qilgan, hujjatini hali to'liq rasmiylashtirmagan, kadastrda muammo bor, soliq to'lovini kechiktirib yurgan barcha fuqarolarga tegishli. Men sizga bu videoda oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu qoidalar deyarli ta'sir qilmaydi? Qaysi joylarda odamlar ko'p aldanadi va bugundan boshlab nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Agar sizda ko'chmas mulk bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda birgina e'tiborsizlik keyinchalik millionlab so'm xarajatga olib kelishi mumkin. Avval ko'pchilik ko'chmas mulkka shunday qarardi. Uy mening nomimda bo'lsa bo'ldi, kadastr bor bo'lsa bo'ldi, soliq kelganda to'layman. Ijara bersam og'zaki kelishib olaman. Devor ko'tarsam yoki qo'shimcha xona qursam keyin bir kun rasmiylashtirib qo'yarman. Amalda esa ko'p yillar davomida uy-joy bozorida turli mayda muammolar yig'ilib kelgan. Kadastrdagi maydon real maydondan farq qiladi. Yer uchastkasining chegarasi aniq emas. Uy hujjatda bitta xonali, aslida 3 xonali qilib o'zgartirilgan. Noturar joy turar joy sifatida ishlatilgan. Ijaradan daromad olinadi, lekin shartnoma ro'yxatdan o'tkazilmaydi. 2026 yilga kelib asosiy o'zgarish shundan iborat bo'ladi. Davlat ko'chmas mulkni yanada aniqroq, raqamliroq va shaffofroq nazorat qilishga o'tadi. Bu degani mulk egasining hujjati, kadastr ma'lumoti, soliq majburiyati, mulkdan foydalanish turi, ijara shartnomasi, oldi-sotdi bitimi, meros yoki pata holati bir-biri bilan ko'proq bog'lanadi. Oldin bir idorada ko'rinmagan ma'lumot boshqa idorada yo'qolib qolishi mumkin edi. Endi bunday bo'shliqlar kamayadi. Masalan, siz kvartirani ijaraga berdingiz, lekin shartnoma tuzmadingiz. Oldin buni ko'pchilik hech kim bilmaydi deb o'ylardi. Endi kommunal to'lovlar, yashovchilar soni, onlayn e'lonlar, bank o'tkazmalari, mahalla yoki soliq organlari ma'lumotlari bir-biriga solishtirilishi mumkin. Bu avtomatik jarima degani emas, lekin nazorat kuchayadi degani. Yana bir misol. Hovlingizga qo'shimcha oshxona, garaj yoki ikkinchi qavat qurdingiz, lekin kadastrga kiritmadingiz. Oldin uy sotilmaguncha bu muammo bilinmasligi mumkin edi. Endi soliq, kadastr, qurilish va notarial bitimlar bog'langanda bu farq tezroq chiqib qoladi. Men eng ko'p uchratadigan muammo bu kadastrdagi ma'lumot bilan real holatning mos kelmasligi. Uy egasi o'ylaydi. Hujjat bor-ku, yana nima kerak? Aslida kadastr hujjatida maydon, xona soni, qurilgan inshootlar, yer chegarasi, mulk turi, foydalanish maqsadi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi shart. Masalan, hujjatda hovli uyning qurilish maydoni 90 kvadrat metr deb turibdi, lekin siz yillar davomida yana 25 kvadrat metr qo'shimcha xona qo'shgansiz. Real maydon 35 kvadrat metr. Agar siz bu uyni sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor bank krediti orqali olmoqchi bo'lsa, baholovchi keladi. Kadastr bilan real holatni solishtiradi va farq chiqadi. Bank kredit bermasligi mumkin. Notarius bitimni to'xtatishi mumkin. Xaridor narxni tushirishni talab qiladi. Tekis 1 million so'mlik uy bo'yicha bitta hujjat muammosi sabab egin 1 million so'mga savdolashuvga tushib qolish holatlari amaliyotda ko'p uchraydi. Yana bir misol. Yer uchastkasi hujjatda 6 sotiq, lekin qo'shni bilan chegarani yillar oldin og'zaki kelishib, devorni biroz surib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Sizningcha hammasi tinch. Lekin qo'shni uyini sotayotganda yoki siz o'zingiz meros taqsimlayotganda GPS o'lchov chiqadi. Natijada 20 kvadrat metr, 1 kvadrat metr, ba'zan 1 sotqacha farq aniqlanadi. Mana shu farq keyinchalik sudga nizoga, devor buzishga yoki kompensatsiyaga olib keladi. 2026 yilda ko'chmas mulk egasi uchun birinchi amaliy talab shuki, kadastr hujjatingizni ochib, undagi har bir raqamni real holat bilan solishtiring. Menda eski kadastr bor. Bobomdan qolgan uy, hamma biladi degan gap endi xavfsiz yondashuv emas. Eski hujjatlar ham yuridik kuchga ega bo'lishi mumkin, lekin ularning ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'lgan holatlar ko'p. Ko'chmas mulk egalarining yana bir og'riqli nuqtasi bu soliq. Ko'pchilik soliqni yil oxirida eslaydi yoki qarzdorlikni telefoniga SMS kelganda biladi.
Lekin 2026 yilda soliq bo'yicha qarzdorlik mulkining qiymati, maydoni va foydalanish turi ko'proq e'tiborga olinadi. Bu yerda asosiy masala sizning mulkingiz qanday bog'langan? U turar joymi yoki noturar joymi? Undan daromad olyapsizmi? Yer uchastkasi qanday maqsadda ajratilgan? Masalan, bitta fuqaroning ikkita kvartirasi bor. Birida o'zi yashaydi, ikkinchisini 4 million so'mdan ijaraga beradi. Agar ijara rasmiy bo'lmasa, u faqat mulk solig'ini to'layotgandek ko'rinadi. Lekin ijara daromadi bo'yicha soliq masalasi ochiq qoladi. Rasmiy shartnoma tuzilsa, ijara munosabati qonuniy bo'ladi. Kelajakda ijarachi bilan nizo chiqsa, egasi o'zini himoya qila oladi. Rasmiylashtirmaslik esa vaqtincha qulaylik ko'rinadi. Lekin ijarachi pul bermay ketsa, uyini buzib qo'ysa, kommunal qarz qoldirsa, egasi o'z haqini isbotlashda qiynaladi. Yana misol. Siz birinchi qavatdagi kvartirani do'kon yoki ofis sifatida ishlatyapsiz. Agar hujjatda bu joy turar joy bo'lib turgan bo'lsa, foydalanish maqsadi bilan real faoliyat mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda soliq stavkalari sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilarning roziligi, kirish-chiqish yo'lagi, reklama va faoliyat ruxsatlari kabi masalalar paydo bo'ladi. Men o'zimning uyimda biznes qilyapman, kim nima deydi degan qarash xavfli. Ko'chmas mulk shaxsiy mulk bo'lsa ham, undan foydalanish qonuniy chegaralarga ega. Eng avvalo, hujjati eski bo'lgan mulk egalari xavotir olishi kerak. Masalan, uy 1995 yilda qurilgan, kadastr 2003 yilda olingan. Keyin 20 yil davomida uyga ayvon, qo'shimcha xona, hammom, ombor, garaj qo'shilgan. Bunday mulk egasi birinchi navbatda kadastr ma'lumotlarini yangilashi kerak. Ikkinchi guruh uyini ijaraga berayotganlar. Ayniqsa, kvartirani talabaga, ishchilarga, oilaga yoki ofis sifatida berganlar. Agar siz har oy naqd pul olayotgan bo'lsangiz, shartnoma yo'q bo'lsa, ijarachi ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekani yozilmagan bo'lsa, bu kelajakdagi nizo uchun tayyor zamin. Uchinchi guruh meros mulk egalari. Ko'p oilalarda uy ota-onadan qolgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Bitta yaka uyda yashaydi. Opa-singillar chet elda yoki boshqa viloyatda, keyin kelishamiz deb yurishadi. 10 yil o'tadi. Uy qimmatlashadi. Keyin sotish kerak bo'ladi va hamma merosxo'rning roziligi kerak bo'ladi. Kimdir vafot etgan bo'lsa, uning farzandlari ham meros zanjiriga kiradi. Natijada oddiy ko'ringan uy bo'yicha 8-10 nafar odamning hujjati, roziligi, notarial ishtiroki talab qilinadi. Shuning uchun meros mulkni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. 4-guruh yer uchastkasi borlar. Ayniqsa dala hovli, dehqon xo'jaligi, tomorqa, tijorat obyektlari joylashgan yerlar. Yerning maqsadli foydalanish turi juda muhim. Qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerni savdo majmuasi sifatida ishlatish, yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan yerda ishlab chiqarish sexi ochish, umumiy foydalanish yo'liga chiqib qurilish qilish keyinchalik muammo keltiradi. Kamroq xavotir oladiganlar kimlar? Agar sizning mulkingiz yaqinda rasmiy sotib olingan bo'lsa, kadastri yangi bo'lsa, real maydon hujjatga mos bo'lsa, soliq qarzingiz bo'lmasa, ijara bermasangiz yoki ijara shartnomangiz rasmiy bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatlarni tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki mulk qimmat aktiv va uni nazoratsiz qoldirib bo'lmaydi. Birinchi vaziyat, Aziz aka Toshkent viloyatida hovli uyga ega. Kadastrda uy 120 kvadrat metr, yeri 8 sotiq. Aslida esa u ikkinchi qavat qurgan. Umumiy maydon 2 million kvadrat metr bo'lgan. U uyini 1 milliard 200 million so'mga sotmoqchi. Xaridor ipoteka orqali olmoqchi bo'ladi. Baholashda farq aniqlanadi. Bank hujjat to'g'rilanmaguncha moliyalashtirishni rad etadi. Aziz aka, kadastrni yangilashga majbur bo'ladi. Lekin qurilish qoidalariga rioya qilinganmi? Qo'shnilarga zarar yetmaganmi? Loyiha masalasi bormi? Hammasi tekshiriladi. Natijada savdo 2-3 oyga cho'ziladi va xaridor boshqa uy topib ketadi. Bu yerda ammo uning yomonligida emas, hujjatning real holatga mos emasligida. Ikkinchi vaziyat, malika opa kvartirasini o'yga o'tish 5 million so'mga ijaraga bergan. Shartnoma yo'q. Ijarachi 3 oy pul to'laydi, keyin kechiktira boshlaydi. Kommunal to'lovlardan 1 million so'm qarz qiladi. Chiqib ketayotganda mebelga zarar yetkazadi. Malika opa kelishuvimiz bor edi deydi. Lekin yozma shartnoma, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, depozit sharti, pasport ma'lumotlari to'liq emas. Agar boshida ilk sahifalik bo'lsa ham shartnoma tuzilganda. Oyma-oy to'lov sanasi, jarima, kommunal to'lov, mulk holati yozilganida vaziyat ancha oson hal bo'lardi.
Uchinchi vaziyat, uch uka otasidan qolgan uyni bo'lishibdi. Uy hali ham otasining nomida. Onasi vafot etgan. Opasi boshqa davlatda yashaydi. Hamma og'zaki kelishgan, lekin notarial meros ochilmagan. Uy sotilishi kerak bo'lganda xaridor topiladi, narx ham yaxshi. Lekin meros hujjati tayyor emasligi sabab bitim to'xtaydi. Chet eldagi opa konsullik orqali ishonchli bo'lishi kerak. Yana bir merosxo'rning familiyasi hujjatlarda turlicha yozilgan. Tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'ladi. Shu vaqt ichida xaridor fikrdan qaytadi. Merosni vaqtida rasmiylashtirmaslik real pul yo'qotishga olib keladi. Birinchi nozik jihat, har bir qo'shimcha qurilish noqonuniy degani emas. Ba'zi holatlarda uni rasmiylashtirish mumkin, ba'zilarida esa muammo jiddiy bo'ladi. Masalan, hovli ichida qo'shimcha ombor yoki ayvon qurilgan bo'lsa, u belgilangan qurilish me'yorlariga mos bo'lishi, qo'shni uchastkaga, ko'chaga, kommunikatsiya tarmoqlariga zarar bermasligi kerak. Lekin ko'p qavatli uyda umumiy yo'lakni egallab olish, balkon hisobidan xonani kengaytirish, yuk ko'taruvchi davrni buzish juda xavfli. Bunday o'zgarish faqat hujjat masalasi emas, odamlarning xavfsizligi masalasi. Ikkinchi nozik jihat, mulk sizning nomingizda bo'lsa ham, turmush o'rtog'ingizning huquqi bo'lishi mumkin. Nikoh davrida sotib olingan ko'chmas mulk ko'p holatda umumiy mulk sifatida qaraladi. Mulk faqat er yoki xotin nomida rasmiylashtirilgan bo'lsa ham, sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa ajrim, ikkinchi nikoh, chet elda yashash, uzoq vaqt alohida yashash holatlarida muammo keltiradi. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma bilan bitim qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Kimdir sizga egasi chet elda ishonchnoma bor, tezda rasmiylashtiramiz desa, ishonchnomaning amal qilish muddati, vakolat doirasi bekor qilinmaganligi, aynan sotish huquqi borligi tekshirilishi shart. Arzon narx, shoshiltirish, bugun zadatok bering, ertaga notariusga boramiz degan gaplar xavf belgisi bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, kommunal qarz va majburiyatlar. Ba'zan odam uy sotib oladi, keyin elektr, gaz, suv chiqindi, isitish bo'yicha eski qarzlar chiqadi. Notarial bitimda hamma narsa ko'rinadi deb o'ylash xato, xaridor ham. Sotuvchi ham oldindan barcha kommunal tashkilotlardan qarzdorlik holatini tekshirishi kerak. Sotuvchi uchun ham bu muhim, chunki bitim kuni kutilmagan qarz savdoni buzishi mumkin. 5-nozik jihat, noturar joy va turar joy maqomi. Agar siz kvartirani ofisga aylantirmoqchi bo'lsangiz yoki do'konni yashash joyi sifatida ishlatmoqchi bo'lsangiz, faqat ikki ta'mir yetarli emas. Mulkning huquqiy maqomi, kirish yo'li. Qo'shnilar manfaatlari, soliq va faoliyat talablarini tekshirish kerak. Bu masalada boshqalar ham shunday qilyapti degan dalil yordam bermaydi. Birinchi qadam, kadastr hujjatingizni tekshiring. Kadastr pasporti yoki reyestrdan ko'chirma oling. Unda mulk egasi, manzil, maydon, yer uchastkasi, qurilish obyektlari, foydalanish turi to'g'ri ko'rsatilganmi qarang. Agar siz hujjatni tushunmasangiz, kadastr mutaxassis yoki yuristga ko'rsating. Ayniqsa eski uylar, meros uylar va qo'shimcha qurilish qilingan obyektlar bo'yicha bu juda muhim. Ikkinchi qadam, real holatni solishtiring. Uyda nechta xona bor, umumiy maydon qancha? Qo'shimcha qurilish bormi? Davr chegarasi hujjatdagi chizmaga mosmi? Ko'cha tomonga chiqib ketgan joy yo'qmi? Qo'shni bilan baxtli chiziq bormi? Hamma narsani ko'z bilan emas, imkon bo'lsa mutaxassis o'lchovi bilan tekshiring. Uchinchi qadam, soliq qarzdorligini tekshiring. Soliq organining elektron xizmatlari orqali yoki hududiy soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz bo'lsa, uni kechiktirmang. Qarzdorlik ustiga penya qo'shilishi, keyinchalik bitim vaqtida cheklov paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, ijara bo'lsa shartnoma tuzing. Shartnomada ijarachining pasport ma'lumotlari, ijara muddati, oylik to'lov summasi, to'lov sanasi, depozit miqdori, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, mulk holati, mebel va texnika ro'yxati muddatidan oldin chiqish tartibi yozilsin. Kvartirani topshirayotganda suratga oling. Video qiling, oddiy dalolatnoma tuzing. Bu sizni ham, ijarachini ham himoya qiladi. 5-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar uy vafot etgan, ota-ona yoki qarindosh nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kimlar? Qaysi hujjatlar kerak? Hammasini aniqlang. Odatda o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari. Nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida tekshiriladi. 6-qadam,
Sotishdan oldin hujjatlar papkasini tayyorlang. Men tavsiya qiladigan ro'yxat: kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, turmush o'rtog'i roziligi kerak bo'lsa, rozilik soliq qarzdorligi holati, kommunal qarzdorlik ma'lumotlari, uyda ro'yxatda turgan shaxslar bo'yicha ma'lumot. Agar ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi va amal qilish muddati. Hujjat tayyor bo'lsa, siz xaridor oldida ishonchli ko'rinasiz va narxni asossiz tushirishlariga imkon bermaysiz. 7-qadam shubhali bitimlardan qoching. Juda arzon narx, hujjatni keyin qilamiz degan taklif egasi yo'q. Faqat qarindoshi gaplashyapti. Zadatokni qo'lga berish talabi, notariusga borim kelishuv qilish, kadastrni ko'rsatmaslik kabi holatlar xavfli. Ko'chmas mulkda ishonch yaxshi, lekin hujjat undan ham muhim. 8-qadam, agar qo'shimcha qurilish qilgan bo'lsangiz, uni yashirmang. Mutaxassisga murojaat qiling, rasmiylashtirish mumkinmi? Qanday hujjat kerak? Qaysi tashkilotga borish kerak aniqlang. Ba'zan odam muammoni yashirib yuradi. Keyin uy sotish vaqtida shoshilinch tartibda hammasini hal qilmoqchi bo'ladi. Shoshilinch ish esa har doim qimmatroq, asabiyroq va xavfliroq bo'ladi. Kadastr va mulk ma'lumotlari bo'yicha hududingizdagi kadastr xizmatlariga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Elektron xizmatlar orqali ko'chmas mulk bo'yicha ko'chirma olish. Ma'lumot tekshirish imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Soliq qarzdorligi bo'yicha soliq organining shaxsiy kabineti yoki hududiy soliq inspeksiyasi orqali tekshirasiz. Meros, hadya, oldi sotdi, turmush o'rtog'i roziligi, ishonchnoma bo'yicha notariusga borasiz. Qurilish o'zgarishlari, rekonstruksiya, loyiha va ruxsat masalalarida tegishli qurilish va kadastr mutaxassislari bilan maslahatlashasiz. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, masalan qo'shni bilan yer chegarasi bo'yicha nizo bo'lsa, merosxo'rlar kelisha olmasa, uy hujjati yo'qolgan bo'lsa, noqonuniy qurilish bo'yicha talabnoma kelgan bo'lsa. Men bunday holatda mustaqil yurist yoki advokatdan yozma maslahat olishni tavsiya qilaman. Og'zaki maslahat ba'zan yetmaydi. Chunki ko'chmas mulkdagi xato oddiy ma'muriy noqulaylik emas. Bu oilaning eng katta aktiviga ta'sir qiladigan masala. Yakunda eslab qoling. 2026 yilda ko'chmas mulk egasi uchun eng muhim qoida bu hujjat, real holat va soliq majburiyatlari bir-biriga mos bo'lishi. Uy sizniki bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda xato bo'lsa, soliq qarzi bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ijara yashirin bo'lsa yoki qo'shimcha qurilish kadastrga kiritilmagan bo'lsa, ertaga sotish, garovga qo'yish, kredit olish, meros qilish yoki sudda himoyalanish qiyinlashadi. Bugun men sizga ko'chmas mulk egalari uchun 2026 yilda eng muhim bo'ladigan yo'nalishlarni tushuntirdim. Kadastr ma'lumotlarini yangilash, soliq va ijara masalasini tartibga solish, merosni cho'zmaslik, qo'shimcha qurilishni yashirmaslik, notarial bitimlarda ehtiyot bo'lish va hujjatlarni oldindan tayyorlash. Eng to'g'ri yo'l bu muammo chiqqandan keyin yugurish emas. Muammo chiqmasidan oldin tekshirib qo'yish. Sizning holatingiz qanday? Uyingizning kadastri yangimi? Ijara shartnomangiz bormi? Meros yoki qo'shimcha qurilish masalasi sizda ham bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'chmas mulk, soliq, meros va hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha yanada amaliy mavzularni ko'rib chiqamiz.